Men sizni bugun boshqa bitta ayolni kechki ovqatga taklif qilishingizni xohlayman. Bizning joydami? Qanaqa ayol bilan men kechki ovqatga boraman? Ko'rganlar nima deydi? Men sizni qattiq sevaman. Hammadan qizg'anaman. Lekin u ayolni aniq bilaman, mendan ham ko'proq sizni yaxshi ko'radi. Siz bilan 1 minut bo'lsa ham vaqtini o'tkazib, gaplashib, diydoringizga to'yishni xohlaydi. Bu inson sizni onajoning sadasi. O'li o'g'il bo'lmay. Assalomu alaykum ona. Ha bolam, tinchlikmi? Ha bunaqa payt telefon qilmasding-ku. Ha, tinchlik ona. Faqat yomon narsa bo'lsa telefon qilmayman-ku. Sizni sog'indim. Voy, negadir gaplaring yoqmayapti bolam. Mazang yo'qmi? Nima bo'ldi? Ochiqroq gapir. Ha ona, tinchlik, xavotirlanmang. Bugun sizni restoranga olib borsam, bir ona bola maza qilib o'tirardik. Nima deysiz? Voy, rostdanmi bolam? Juda ham xursand qilding meni. Baraka topgin. Oyi, sovuq bo'lsa nimaga chiqib oldingiz? Kelganimda o'zim olib tushardim. Bolam, sabrim yetmasdan ko'chaga chiqib ola qoldim. Onam xuddi uchrashuvga chiqqandek yasanib o'ptilar-ya. Holatlarni ko'rib bir kulgim keladi, bir o'zimni yomon ko'rardim. Voy bolam, dugonalarimga o'g'lim meni restoranga taklif qildi desam, hammasini havas keldi-ya. Nega shu paytgacha onangni bir marta bo'lsa ham shunaqa xursand qilmading-a? Bolam, ko'zim o'tmayapti. O'zing qarab, e'tibor qol. Xo'p, ona. Suhbat qurib uzoq o'tirdik. Vaqt allamahal bo'lganini sezmay ham qolamiz. Yuragim shirin xotiralar bilan to'ldi. Onam oddiy restoranga kelib, bunchalik xursand bo'lib ketadi deb o'ylamagan edim. Keling, ona. Voy bolam, biram mazza qildim-a. Yana o'sha joyga borsak, nima deysan bolam? Ha, bo'ldi, ona, keyingi hafta boramiz. Faqat bitta shartim bor. Xo'p. Keyingi safar hisobni o'zim to'layman. Bu nima? Onalar gapirganda bolalar xo'p deyish kerak. Xo'p, ona, xo'p, nima desiz shu? Ukam. Aka, tez yetib keling. Tinchlikmi? Onam mazalar bo'lmayapti. Kela qoling, tezroq sizni so'rab yotibdilar.